bugun sizlar bilan men ko'rgan amerikanskiy shkola vayblarini beradigan seriallarni birdan o'ngacha baholaymiz. Birinchi serial Riverdale seriali bo'lib, bu serialning syujeti maktab o'quvchilari do'stlar birgalikda yig'ilib o'z shaharlarini har xil garguli va sehrli mavjudotlardan himoya qilishadi. Serialdagi eng yaxshi ko'rgan personajlarimdan biri yovuzlik tarafdorida bo'ladigan Cheryl Blossom, sochlari qizil bo'lgan ketvorgan qiz. Ikkinchi sezonlari уже juda zerikarli bo'lib boshlagani uchun undan 6 ball beraman. Ikkinchi serialimiz "Я никогда не" degan serial bo'lib, bu serialning главный personaji amerikanskiy shkolada o'qiydigan hindistonlik qiz haqida. O'quvchining oilasi hindistonlik bo'lgani uchun ko'p u xohlagan narsalarga ruxsat berilmaydi. Serialning syujeti juda ham komediyaviy bo'lgani uchun undan 8 ball beraman. Serialning asosiy personaji o'zini sehrli kuchini yaqinda bilgan va oddiy odamlar orasida yashaydigan Bloom ismli qiz haqida. Albatta, Bloom sehrli kuchga ega bo'lgan bolalar maktabiga boradi va bu maktabda yangi jodugar dugonalar, do'stlar orttiradi. Bu serialga undan 8 ball beraman. Ming afsuski, keyingi sezonlarni o'zi olishmaydi. Yaqinda boshlagan seriallarimdan biri Naslediya. Bu serial ham sehrli kuchga ega bo'lgan bolalar, vampirlar va bo'rilar maktabi haqida. Bu serialga undan 7 ball beraman, chunki ba'zi sezonlari juda ham zerikarli o'tyapti. Keyingi seriallarimizdan biri Wednesday serial bo'lib, bunga unda 10 ball beraman, chunki har sezoni juda ham qiziqarli chiqyapti. Bu serialimiz Ginny и Georgia seriali bo'lib, bu serialning syujeti juda ham qiziq. Onasi tufayli maktablarni tinimsiz almashtiradigan qiz haqida. Obuna bo'lishni unutmang.